Men bu o'rmonni birinchi marta ko'rgan kunimni hanuz eslayman. Ko'ksoy vodiysi, qishloqdan bir necha chaqirim narida. O'rmon shu qadar zichki, quyosh nuri ham yerga tushmaydi. O'sha paytda men bu yerda tinchlik izlab kelgan edim. Toshkentda hammasi tugagan, ish joyim, oilam, o'zimga bo'lgan ishonchim. Hayotim ostin-ustin bo'lib ketdi. Ajrashuvdan keyin qizimni onamga topshirdim. Telefonni o'chirib, bu yerdagi o'rmon xo'jaligiga vaqtinchalik ishchi bo'ldim. Hozir bu haqda eslashni xohlamayman. Sizga aytib bermoqchi bo'lgan hikoyam boshqa hodisa haqida. Shu joyda birinchi marta jimlik menga davo bo'lgandek tuyuldi. Lekin oradan oylar o'tib, bu jimlik meni tinglayotgandek, kuzatayotgandek his qildira boshladi. Har kecha eshitiladigan shamol ovozida nimadir g'alatilikni his qilar edim. Go'yo u odamlarga o'xshab nimadir pichirlardi. O'sha kuni ham odatdagi ish kuni edi. Qo'llarim qadoq, yelkalarim og'rirdi. Kun bo'yi kesilgan yog'ochlarni ko'tarib yurishdan charchagan edim. Kechga yaqin tunlari tunaydigan vagon yotog'imga qaytdim. Pechda chayqalib yonayotgan olovga termilib o'tirar ekanman, o'zimni oqlagandek bo'ldim. Mana og'ayni, hayot oson emas, lekin sen bu yerda tinchlik topasan dedim. Ammo yuragimda allaqanday sovuq tuyg'u bor edi. O'sha payt vagon eshigi g'iyqillab ochildi. Rustam aka eshikni ochib kirdi. Oqsoch, yuzi doimgidek jiddiylik, lekin mehr bilan qaraydigan ko'zlar. U bu yerning eng tajribali o'rmonchisi edi. Yaxshi ishlading bugun bolam dedi. Termosdan choy qo'yar ekan. Lekin kechasi yo'lga chiqma, havo og'ir. Bugun o'rmon jim emas. Men kulimsiradim. Har kun shunaqa demaysizmi aka? Havo jim bo'lishi kerak-ku, bu o'rmon-ku axir. Yo'q, dedi u keskin sarsa. Yo'q, dedi u sekin. Har jimlik bir xil emas, ba'zida jimlik. Ba'zida esa bu jimlik o'zgacha gapiradi. Men indamadim, faqat telefonimga qaradim. Do'kondan ozgina yegulik va pastel olib kelishim kerak edi. Chunki ertangi smenada uzoq joyda ishlaymiz. Navigator bor-ku, yo'qolmayman Rustam aka. Rustam aka o'tirgan joyida o'rnidan turdi. Deraza ortidagi qorong'ilikka qarab, pichirlab gap qildi. Bugun chiqma Jahongir, yuragim negadir g'ash. Men kulib yubordim. Aka, men endi o'rmonni sizdan ko'proq bilaman. 1 soatlik yo'l, boraman, qaytaman. Yaxshi bolam, lekin 2 quloqing bilan eshit. Bu o'rmonning yo'li ham odamga o'xshaydi. Ba'zan seni o'zi tanlaydi. Bu so'nggi gapni eshitib biroz jim qoldim, ammo qo'l siltab mashinaga chiqdim. Yo'lga chiqqanimda soat 20:07 edi. Mashinam eski, lekin yurardi. Radioda eski bir qo'shiq eshitilardi. Shunday paytda odam o'zini film ichida his qiladi. Ammo bu kecha filmlar kabi tugamadi. Mashina o'rmon orasidan chiqib, toshloq yo'ldan pastga tushayotganda birdan silkinib pax degan ovoz chiqdi va dvigatel o'chdi. Yuragim qapqirdi. Mashina jim bo'ldi, farlar xira tortdi. Endi shu paytda o'chmasang bo'lmasmidi, dedim o'zimga o'zim. Chiqib kapotni ochdim. Tuman orasida sovuq havo yuzimga urildi. Keyin yana mashinaga o'tirib, o't oldirdim. Bu safar ishladi. Navigator ovoz berdi. Yo'l davom etdi. Faralar qorong'ilikni yorib borardi. O'rmon ichi butunlay jim edi. Hatto qush ham ovoz chiqarmasdi. O'sha payt yo'l chetida kimnidir ko'rib qoldim. Avvaliga hayvon deb o'yladim, ammo faralar unga tushganda bu bola ekanini bildim. Oppoq kiyimda turgan, joyida qimir etmaydi. Men mashinani sekin to'xtatdim va unga gap qotdim. "Hey bola, tunda bu yerda yolg'iz nima qilyapsan?" U javob bermadi. Faqat boshi egilgancha turardi. Unga yaqinlashmoqchi bo'lib, farani o'chirib yoqdim. Va yuragim muzlab ketdi. Bola sekin orqasiga o'girildi. Uning yuzida hech narsasi yo'q edi. Na ko'z, na og'iz, faqat silliq teri. Shu payt to'satdan far ochib qoldi. Qayta yoqqanimda esa u bola g'oyib bo'lgandi. O'zimga o'zim, Jahongir, og'ir mehnat ba'zida shunday oqibatlarga ham olib kelishi mumkin ekan dedim. Navigatorning ovozi buzilib chiqdi. Yo'l davomida yana bir holat ro'y berdi. Chap tomonda daraxt orasida nimadir yugurib o'tdi. Faralarimning yorug'ida oq ko'ylakli bir ayol paydo bo'ldi. Sochlari nam, yuzi loy ichida. U yo'l o'rtasida to'xtadi. To'g'ridan to'g'ri menga qaradi. Uning ko'zlari o'likdek qoraygan edi. Men tormozni bosdim, ammo u ayol bir zumda g'oyib bo'ldi. Faralar faqat o'rmonni ko'rsatar, lekin hech kim yo'q edi. Yuragim tez ura boshladi. Navigator o'z holiga qaytib tinch ovozda dedi: "Yangi yo'nalish hisoblanmoqda."
Shaharga qaytganimdan so'ng psixolog qabuliga boraman dedim o'zimga o'zim. Navigatorni kuzatarkanman, u yo'limni teskari tomonga chizdi. Bir necha metr o'tib, oldimda qulab yotgan katta daraxtni ko'rdim. Mashina to'xtadi. Daraxt shunchalik katta ediki, hatto 2 kishi birgalikda ham ko'tara olmasdi. Qo'lqop kiyib, yelkama yelka tortdim, lekin befoyda. Daraxt tanasi quloqlarimni jaranglardi. Navigator ham yo'l topa olmaydigan joylar bor. Men farlarni o'chirib chapdagi soqmoqqa burildim. Tuman ichida faqat shovqin. Har bir daraxt soyasida kimdir tik turgandek. O'sha paytdan keyin men qaytib hech kimni ko'rmadim. Faqat jimlik. Ammo ba'zida shamol ortidan kimdir ismimni pichirlab chaqirardi. Men javob bermadim. Rustam aka menga bu haqda gapirgan edi. Kimdir tunda sening isming bilan murojaat qilgudek bo'lsa, zinhor ortga qarama. Bu o'rmonda bizdan boshqa tirik jon yo'q. Navigator jim bo'ldi. Faqat ekranda chiziq sekin o'chib yonardi. O'rnida oq fon paydo bo'ldi. Men mashinani sekin burdim. Chapdagi yo'l qorong'ulikka singib ketgan, shoxlar orasida tuman osilib turardi. So'qmoq tor, g'alati darajada silliq edi. Xuddi yaqinda yomg'ir yog'gandek. Lekin atrofda suv izlari yo'q. Bir necha metr yurib orqamga qaradim. Asosiy yo'l allaqachon ko'rinmay qolgan. Qaytish fikri o'tdi. Lekin keyin o'zimni tinchlantirdim. Bu faqat boshqa yo'l. Har narsani jumboq qizilavermasang-chi. Faralarimning nuri tomon orasiga singib ketardi. Daraxtning tanasi uzun, go'yo osmonga emas, pastga o'sayotgandek. Shoxlar orasidan shamol o'tganda g'alati chinqiriq eshitildi. Qushmi, odammi farq qila olmadim. Lekin bu chinqiriq meni cho'chitgandi. Yo'l chetida nimadir silkinib o'tdi. Fikrimcha mushuk yoki yovvoyi hayvon edi. Lekin yuragimni urishi tezlashdi. Shu payt mashina orqasidan taqillagan ovoz eshitildi. Tormozni bosdim. Keskin ortga burilib, "Kim bor?" dedim qattiq ovozda. Lekin javob yo'q. Orqaga qaradim. Hech kim yo'q. Faqat o'rniga tushgan tuman ichida qorong'u siluet bir lahza ko'rindi, so'ng g'oyib bo'ldi. Yuragimni vahima bosdi. Ammo o'zimni tutdim. Bu charchoq dedim. Bosh bilan o'ynayapman, ruh bilan emas. Biroz yurdim. Yo'l o'rtasida turib qoldim. Tuman quyuqlashdi, farlar kuchsizlanayotgandek. Birdan radioda shor-shor eshitildi. Hech qanday stansiya yo'q edi-ku bu yoqqa orada. Radioda ham faqat pichirlash ovozlari. Qo'llarim muzlab ketdi. Radioga qo'limni cho'zdim, o'chirdim, lekin ovoz baribir eshitilardi. Bu safar ichimdan chiqayotgandek. "Yetar-ey", dedim pichirlab. Bu o'rmon meni qo'rqita olmaydi. Mashinadan tushib havoni chuqur yutdim. Shamol sovuq, ammo yengil. Shunda burnimga nimaningdir hidi urildi. Xuddi kuygan yog'och, biroz chirigan go'sht aralash. Atrofga qaradim. Hech narsa ko'rinmasdi. Lekin oyoqlarim ostida nam yer bor edi. Egildim. Bu loy emas, suv ham emas. Sinchiklab qaradim. Bu qon edi. Jim qoldim. Farlar tagidan qizil suyuqlik asta yerga singardi. Orqa tarafdan yengil qadam tovushi eshitildi. Boshimni keskin burdim. Bir ayol turgan edi. Sochlari uzun, suv ichida yotgandek ho'l, ko'ylagi kir, yuzining bir yarmi qoraygan, nariroqda daraxt tanasiga suyanib turgancha jilmayardi. Siz kimsiz?" dedim bo'g'ilib. U jim holatda faqat boshini biroz ekdi, qo'llarini ko'ksiga qo'ydi. Keyin sekin yo'lning o'ng tomoniga qaradi. Go'yo u yoqqa bor deyotgandek edi. "Nima?" dedim, ammo u allaqachon yo'q edi. O'rmon jim bo'ldi. Faqat yengil shamol barglarni shitirlatardi. Mashinaga qaytdim. Navigator yana yoqildi. Lekin unda endi xarita yo'q edi. Faqat qora fonda bir so'z: oldinga. Nima bo'lsa ham yo'lni oxirigacha ko'rishim kerak deb o'yladim. Mashinani sekin harakatga keltirdim. Tuman orasidan yo'l to'g'riga o'xshardi, lekin bir mahal farlar nurida g'alati narsa ko'rindi. Ikki tomonga cho'zilgan yog'och usullar xuddi eski elektr liniyalariga o'xshardi, ammo hech qanday sim yo'q. Har bir ustun tepasida nimadir osilib turardi. Yaqinlashsam, yuragim to'xtagandek bo'ldi. Bu qush emas. Inson shaklidagi qo'g'irchoqlar edi. Eski matodan yasalgan, yuzlariga kul bilan chizilgan ko'zlar, og'izlar. Men tormozni bosdim. Shu onning o'zida farlar bir zum o'chdi. To'liq zulmat. Nafas olishimni eshitardim. Mashina ichida sovuq tarqaldi. Tashqarida nimadir shitirlash eshitildi. Keyin past ovozda "Bizni esladingmi?" degan ovozlar keldi. "Yo'q, kimsizlar?" dedim, qo'rquv bilan orqamga qarab. Bir zumda faralar o'zidan o'zi yoqildi.
Oldimda hech kim yo'q edi. Qo'g'irchoqlar ham g'oyib bo'lgan. Faqat yo'l o'rtasida bir dona eski daftar yotardi. Mashina uchdi, tushdim. Daftarga egildim. Nam, lekin sahifalar o'qilardi. Unda bitta jumla qayta-qayta yozilgan. Yo'l o'zi tanlaydi. Yo'l o'zi tanlaydi, sen emas, deb qo'shimcha qildirib qo'yilgan. Qaltirab daftarning oxiriga qaradim. So'nggi sahifada ismim yozilgan edi. Zarhar harflar bilan. Jahongir. Bu paytda yuragimni vahima bosdi. Mashinaga yugurdim. O'tirganimda navigator yana jonlandi. Bu safar aniq chizilgan yo'l ko'rindi. Orqa tomonga emas, oldinga. Qorong'ulik ichidagi maydon sari. Navigatorning ovozi sovuq va tiniq chiqdi. 700 metr. Shunchaki 700 metr. Qiziq, manzil deganini nimani nazarda tutgan? Men hech o'ylamasdan gazni bosdim. O'rmon orqamda qolgan. Daraxtlar orasida yorug'lik ko'rindi. Sekin-sekin tumanlar tarqala boshladi va men maydonning boshiga chiqdim. Oy nurida uylardan chiqqan chiroqlar chaqnardi. Nihoyat, dedim ichimda. Bu qishloq bo'lsa kerak. Lekin yuragim hali tinchlanmadi. Ularga yaqinlashar ekanman, ularning devorlarida egilgan, derazalari chang bosganini ko'rdim. Yorug'lik xira, xuddi suv ostidan kelayotgandek. Hech bir joyda itning ovozi yo'q. Faqat shamolda deraza pardalari qimirlar. Ichkaridan kimningdir soyasi o'tardi. Eshikka yaqin bordim. Taqillatdim. "Assalomu alaykum, kim bor?" dedim. Birinchi uyning eshigi taqillatib. Javob esa yo'q. Faqat ichkaridan musiqaning kuchsiz ohangi eshitildi. Eski gram plastinkaga o'xshar edi. Shunda birdan barcha chiroqlar bir vaqtda o'chdi. Atrofni zulmat bosdi. Yuragim bo'g'zimga chiqdi. Shu on orqamda eshik ochildi. Ichkaridan jarangdor, ammo g'alati tembrdagi ovoz chiqdi. "Marhamat, keling mehmon, biz sizni anchadan beri kutayotgandik." Men asta orqamga qaradim. Uyning eshigidan nur chiqardi. Ichkarida siluetlar turardi. Ko'p, lekin ularning yuzlari yo'q. Nafasimni ushlab bir qadam oldinga tashladim. Uyning ichida havo g'alati, qandaydir og'ir edi. Shamning hidi, chang, nam devor, xuddi vaqtning o'zi bu joyni tark etgandek. Eshik ochiq. Orqamda turgan o'sha yuzsiz siluetlar jim qarab turishardi. Yuragim urayotganini hatto quloqlarim eshitardi. "Kela qol Jahongir", dedi o'sha ovoz yana. Bu safar aniq va juda yaqin. Ichkariga kirdim. Xona o'rtasida eski stol. Ustida bitta sham yonib turardi. Yoniga o'tirdim. O'zim xohlamasam ham tana a'zolarim o'zimga bo'ysunmasdi. Go'yo bir kuch meni shu yerga olib kelayotgandek edi. Shamning nuri xira, ammo atrofdagi devorlarga qora soyalar tirjayib harakatlanayotgandek tuyulardi. "Siz kimsiz?" dedim ovozim titrab. Siluetlardan biri oldinga chiqdi. U uzun bo'yli, yuzsiz, faqat bo'yin o'rnida qorong'u bo'shliq. U gapirdi, lekin ovozi go'yo to'rt tarafdan keldi. "Biz yo'ldan o'tganlarni kuzatamiz, ya'ni yo'l tanlagan yo'lovchilarni." Men hech kimni tanlamadim. Men shunchaki dedim. "Tanlading", dedi u ishonchli tonda. Daraxt ostida u senga qarab turganda orqaga qaytish mumkin edi. Sen esa yo'lni davom ettirding. Endi yo'l seni tanladi. Sham birdan chirq etib o'chdi. Xona zulmatga g'arq bo'ldi. Yuragim gursilladi. Qo'rquvdan qo'limni stolga urdim, ammo hech narsani ushlay olmadim. Shunda orqamdan eshik g'iyq etib ochildi. Nur yo'q, lekin sovuq shamol ichkariga kirdi. Keyin oyoq tovushi, sekin, lekin yaqinlashayotgan. Men tanidim, bu o'sha ayol edi. Yuzining yarmi chirigan, ko'ylagi ho'l, sochlari esa hali ham tomchilardi. U stol qarshisiga o'tirdi, menga tikildi. "Endi sen bizdan birisan, Jahongir", dedi. Ovozda biror insoniy ohang yo'q. "O'rmon seni ortga qaytarmaydi", dedi qo'shimchasiga. Men qaytaman, eshitdingmi? Men odamman, dedim baqirib. Ayol sokin jilmaydi. "Odam degani yo'qolib ketganda ham o'zini odam deb o'ylarkanda", dedi istehzomli tarzda. Uning so'zlari bilan birga xona silkinib ketdi. Derazalar chiyilladi, devorlardan qora tutun ko'tarildi. Siluetlar ham yaqinlashdi. Ularning orasidan biri, eng kattasi, shunchaki havo orasidan yuzimga engashdi. Uning yuzida men o'zimni ko'rdim. "Sen allaqachon shu yerdasan", dedi u. Qo'rquvdan turganimni ham bilmay qoldim. Eshikka qarab yugurdim. Eshik yopiq edi.
Tana orqamdan kimnidir tutgandek his qildim. Iliq, lekin o'lik qo'l. Qichqirdim, ovoz chiqmay qoldi. Birdan shamyoni yonib ketdi. Barchasi ko'rinib qoldi. Ular menga qarab turishardi. Yuzlari endi aniq. Har biri mening ko'zgudagi aksi edilar. Har birining yuzida mening ko'zgudagi aksim singari tasvirlar turardi. Men o'zimni tortdim. Yugurib eshikni urdim. Bu safar ochildi. Tashqariga chiqib o'rmonlar tomonga yugurdim. Tuman ichida nafasim qisildi. Orqamdan pichirlashlar eshitilardi. Qochma, endi kech. Oy nurida yo'l ko'rinar, lekin tagimda yer o'zgardi. Loy, suv. So'ng nimagadir qoqildim, qattiq yiqildim. Bosim bilan yerga urildim. Ko'z oldim qorayib ketdi. So'ngra oq nur. Ko'zimni ochsam, shift oq. Havo toza. Tomda suyuqlik tomchilab turibdi. Yonimda bir ayol. Menimcha hamshira bo'lsa kerak. Uyg'ondingizmi? Dedi yumshoq ovozda. Men bu qayer o'zi? Dedim shivirlab. Shifoxona, dedi u tabassum bilan. Sizni kecha o'rmon yaqinidan topishgan. Hozir joyingizdan turmang. Sizga turish mumkin emas, dedi. Men boshimni ushladim. Og'riq o'ta keskin edi. Men o'sha yerda edim. U yerda odamlar bor edi. Ular deya dovdiray boshladim. Hamshira jilmayib boshini chayqadi. Siz hali o'zingizga kelmadingiz. Dam olishingiz kerak. Shu payt eshik ochildi. Ichkariga Rustam aka kirdi. Ko'zlari xavotirga to'la. Yaxshimisan bolam? Dedi u. Kecha seni ogohlantirdim-ku, o'sha o'rmon yo'liga kirma degandim. Baribir ketib qolding. U stolni tortib yonimga o'tirdi. 2 soatdan keyin qaytmaganingni ko'rib, yigitlar bilan izlashga chiqdik. Ba'zida 3 kilometr narida mashinang yonib turgan ekan. O'zing esa yerda yotgan, hushsiz. Shifokorlar aytishdi, kuchli zarba bo'lgan. Lekin omon qolibsan. Men jim edim. Nimani aytishni bilmay o'rmon, sham, ayol, siluet, bularning hammasi xayol edimi yoki yo'qmi bilmadim. Va yutinib gap boshladim. Rustam aka, men ularni ko'rdim, dedim past ovozda. Ular meni chaqirishdi. Rustam aka chuqur xo'rsindi. O'sha o'rmon bolam, bexosiyat joy. Har yili kimdir kirib, kimdir yo'qoladi. Shuning uchun har doim aytaman, tunda u yo'lga kirmanglar. U o'rnidan turib qo'limni ushlab dedi. Boshqa bunday ahmoqlik qilma. Ba'zi joylarda yo'lni odam tanlaydi. Ba'zi joylarda esa yo'lning o'zi odamni tanlaydi. Shu so'zlar bilan u chiqib ketdi. Eshik yopildi. Xonaga yana sukunat cho'mdi. Eshikka qarab yotdim. Yuragim hali ham tez-tez urardi. Qaysidir ma'noda kecha bo'lib o'tgan, kecha boshdan kechirgan voqea hodisalarining ta'sirida edim.